uçgan kuş. Medet toptum söygüldüm, gel yanımda qaytib çüş. Şirin çüş, şirin. Assalomu alaykum naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi qadrli televizor ko'rish do'stlar. Ko'rayotganinglar Faxriy Shirin Tush programmasi. Men Shamsiya Abaydulla. Mehr muhabbatdan nurlangan bu programmamiz orqali sizlar uchun xizmat qilayotganligimdan o'zimni to'liq baxtli his qilaman. Hammanglarga mehrim bilan salom yo'llayman. Hayotinglarga go'zal orzu armonlarning yor bo'lishiga tilakdoshman. Xo'sh, undaqda mahirimiz sahnaga marhamat. Assalomu alaykum qarqanchi ustozlar. Aziz ko'rganlar, Qarshi diyordan kelgan Asqar Yasindan sizlarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Shamsiya sizga salom. Sizlarga shu Shirin Tush programmasini yaxshi ishlash uchun jon ko'ydirib ishlayotgan operatorlarga va riyosatlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Sizga rahmat. Asqar apandim, qanday arzu bilan keldingiz? Yaqindan buyon Shirin Tush sahnasidan nurg'un ilhomlarni olib, mush sahnaga kelishga majbur bo'ldim. Mush sahnaga keldim. Bu Shirin Tushlarni müşahede amalga oshirgandayman. Biz shu shirkat qonuni tartib hozirgacha biz shu 20 xil ezgilik mashinalarni kashf qildik. Buning ichida birinchi kashfiyotimiz bo'lsa shu bu bizning qumush besish mashinamiz. Bizning birinchi kashfiyotimiz shu Bag'rash ko'lidagi va Shinjondagi har xil shu butun qumush besish rayonlarini biz mush mashinalarimiz bilan ta'minlab bo'ldik hozir. Pirizlagan qumushlarni mush mashina bilan nayt yaxshi besib o'tadi. Bu birinchi kashfiyotimiz. Ma bo'lsa ikkinchi kashfiyotimiz pomidor besish mashinasi bu. Pomidorni burun xaltada ko'tarib bosatdik. Biz mana shuni yasab chiqqandan keyin yerdan 50 cm egizlik epasaklar, pomidorni tubiga qo'shib bersak, pomidor mashliq bevosita chiqib ketadi. Bu bo'lsa majpaxtliq sharoitida ishlatayotgan paxta besish mashinamiz, ishlatishga nayt qolaylik. Biz hozir yo'qligini ko'tarib tanishib bo'lgandan keyin buni biz 360 gradus xalqarliq aylantira olamiz. Ma bo'lsa bizning paxta o'shiydigan kozubimiz. Bu bozorda biz buni yaxshi qilib yasavatimiz. Mana bu pomidor qizilmish maysalarni kuchish uchun buni odam kuchi bilan tuyishga chatdik. Bir odam bir kunda 5 moyaga tuyishga chatdi. Biz mush qulaysizlikni tugutish uchun mana tuyishkish mashinasini kashf qildik. Bu mashinamiz bir kunda 150 moyaga tuyishga chatdi. Ma bo'lsa bizning yo'l asrash ishildirgan, yezi yo'llarni supuradigan yo'l supurish mashinamiz. 10 yilni ishtimangan yo'lning o'ng tarafini supuradi. Ma bu yangi kashf qilgan parochaq, mavochaq. Bunun o'tqalash qismi 2 qavat. Üstü astiga 2 qavat küme salamiz. Astidagi küme ta'tirib qo'ydi, ta'tirib qo'yib, astidagi küme bilan birlashib, anandan keyin oq turg'un qo'ydi. Oq turg'un o'tish jarayonida bu nurg'un aylanishlarni o'tadi bu. Buning hech qanday qiliq buni boshqa energiya talab qilmaydi o'ziga. Mavo dehqonlarning o'rmon qo'layotgan ko'rinishi. Mavo biz yasagan eng oddiy o'rmon qo'lash mashinasi. Bir kunda 50 ming tub ko'chat qo'miradi bu. Bunu köçet qo'ymaganda ko'chatni bütün yıldız bilan pak-pakiz qo'mirib birdi. O'rmonni boshqa bir yerga olib yo'tkab tutqizganda nayt yaxshi chiqadi, yıldız nayt o'lchamlik yaxshi chiqadi. Ammo bu bizning erishgan sharaflarimiz. Biz hozir 20 xil maslahat kashf qilib, buning ichida 8 turli patentga erishdik. Mana bizning odatiy formatsiya o'ng tarafdagisi. Buni o'tqolganda o't turg'umdan chiqqandan sirt buni 12 metr kanay qo'ysak, 12 metr kanayning uchidan o't chiqadi. Ustidagi formatsiya bo'lsa biz kashf qilgan formatsiya astidagi ustida o'ng tarafda ko'ringan qora küme bu o'tni oldidan kümeni solgandan keyin bu oldiga og'ziga o'tib kuyolmay ta'tir kuyib andan keyin ta'sir küme bilan birlashib orliqdan o'tib mashdan arilgan qismidan faqat isi chiqadi. Buni bir küme yasab qo'ysak 12 soatdan 18 soat kuch kuydi. Ana deganimizning bir mavo zavod korxonalarga mashina kuchinalik sog'an dachilarga nayt yaxshi mos keladi. Ma'mashda bir qishda 100 tonna küme qo'ysa bizning mashinamizda 50 tonnadan 60 tonnaga küme kuydi. Bu iliq muhit nemisiga mana ayt yaxshi tushdi. Buning ustidan ko'rinarli darajada qarisi chiqmaydi. Biz buning ustiga yana bir qurilma sabladik. Shu isni biz suvdan o'tkazib, shu muhitni nim qilish o'lchamiga yetkazishga tirishib ayta yaxshi hisob qilyapmiz. Bu shu Qashqa, Xotangacha bir o'rinlashtirdik. Bir yilda shu 10 tonna küme kuyayotgan yerga biz 3 tonnadan 4 tonnaga küme qilib, dehqonlarning qishdan chiqishiga biz kapolat qilyapmiz. Oddiy kashfiyotlar orqali endi mush xalqimga bir dehqonlarimizga mush Janubiy Shinjondagi bir kichik maktabga 500 kvadrat metr doiradan 600 kvadrat metr doiragacha maktabga 50 million chiqim tatib shu maktabning bir isinish masalasini hal qilib bersam degan bir shirin tush bilan keldim. Bu yer kelishga
sebep bo'lishga ish hamda men shu to'liqsizda o'qigan chog'da shu kesak partilda o'qib ashta o'tirib o'qigan bir to'pilmay qolaydi shunda qiynalgan shu jarayonda shunga shu hozirgi bolalarni bir yaxshiroq o'qisigan yaxshiroq bilim olsigan bo'lsa shu adil dehqonning bolalari shunday bir ishlarni qila oladi ekan degan orzu umid bilan vatan xalq uchun bir yaxshiroq ishlarni qilsa yaxshiroq bir odam bo'lsa degan umid bilan bu yerga keldim. To'liqsizlik bitdagicha men 8 yilda 3 yaxshi o'quvchi o'qigan. Sinf xizmat ishlab o'qigan. 90 yilda men to'liqsizlik imtihon berishimni vaz kechib deganda kelib chiqib 95 yil dehqonchilik qildim. 95-yilda 12-yilda bizning bir 5 yil dehqonchilik qilganlarda shakarlar dehqonchilik qilib 3 yilda bir taraf qo'l traktor sotib oldik. Bu qo'l traktor o'rilib ketish sababli bir remotxonaga berish majbur bo'lib qoldik. Remotxonaga berish jarayonida buni yozib ustad birinchi ustad yo'llash oldirish kuchog'i yasab oldi o'zim yasab ishni qilib qilgandagi payat qilib qilmadi shu jarayonda voysam bu ishni yaxshi qiladi ekansan-ku deb shundoq degan bo'ldi shuni o'ylandim shu bir yaxshi qiladi ekansan-ku degan ish bilan shuni o'ylan men bir kasb yugunay deb shu bir ishni qila oladi ekansan degan keldim bilan men bu ishga yo'lda 6 yil bo'ldi men dastlab to'kash qanchada o'ydim bir tal abur deb chiqqan 2008dan 4-15gacha şu 6 yıl jarayonda ikki kumush besish kashfiyotimiz shu barliqqa keldi. 10 ko'y topsam 10 ko'y mablag' soldim, 20 ko'y topsam 20 ko'y mablag' soldim. Shuning bilan 2009 yilda ayirib 10 ming yosh 2009 yilda Shinjongdagi shu yosh yigitlarni baholag'ich musobaqada ayirib ko'rish bilan birinchi bo'lib baholadim. Bu mukofotni olib qaytib borgandan keyin biz mush bir necha patentimiz bilan ayning 880 million tur mablag' erishdik. Biz odatda bir kichik bir korxona og'a o'rnimiz ijaraga 880 million tur mablag'ga erishgandan keyin biz nailimizning taraqqiyot rayonida 10 million setib 560 ming qo'ygan. Bu 2 million mablag' setib her holda mush sohada yurishlashgan bir korxona qilib oldik. Endi eng oxir devorlarning yoshlarga cho'qim g'ayrat qilsak, qig'ilib bo'lmaydigan ish yo'q. Hamma ishga faqat g'ayrat, shijoatlik ketdi. Biz hammani korxonachilarga yo'linib olmay, o'zimizga tayinayli, atrofimizga qarayli. Nurg'un biz qiladigan nurg'un ishlar bor. Mush munosabatlar hamda mush eng oxirgi shirin tushun mush munosabatlar hamda mush eng oxirgi shirin tushun hamda mush mumkin bo'lsa mush yana Shinjongdagi mush xotinning Chernayisda hamda bu ko'chib jarayonda bir necha maktabning sinish darslari to'liq emas ekan kerak maktablar shuni bir istifasam deydigan orzu bilan mumkin bo'lsa bundan keyin biz yilda 2 dan 3 gacha maktabni istifashga bugun shundoq va'da berishga bu yerga keldim. Rahmat. Aferin sizga. Aferin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz turmushda uchragan nurg'un qiyinchiliklarni yengib, oxir yana o'qishni tanlab, kasbda chiniqib 6 yil nurg'un kashfiyotlarni ixtiro qilibsiz. Ham bu yana xalq tarafidan ishlatilishga boshlabdi, hukumat tarafidan muayyanlashtiribsiz. Demak, kashfiyotchininki qiymati bir varaq patent kenish bilan kifoyalanmaydi. Amaliyotda sizlar yaratgan, ijod qilgan mush kashfiyot cho'qim xalq tarafidan keng qo'llanilgan chog'da kishilarniki ishlar asallashgan chog'da buni qiymati haqiqiy oshadi. Uning ustiga sizning bu orzuyingizmi nihoyatda bak yaxshi orzu ekan. Uning ustiga siz bu nurg'un maktablarga o'zingizning kashfiyotini sovg'a qilish orqali shularning nurg'un masalasini hal qilmoqchi bo'libsiz. Menimcha bu qo'llashga tegishli nihoyatda yaxshi orzu ekan. Rahmat sizga. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Hamma korxonchilarni hayron qoldirdingiz. Sizga haqiqatan qo'l qo'ydim. Men shaxsan butun korxonchilarga vakolatan rahmat aytaman. Ham mening zavotimda ashunda texnikalaringizdan bir ikkini qurashtirib turishingizni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Bayliq bayan maktabninki bir para masalasini deb qoldingiz emasmi? Biz bu ishni bizning ma'lumotlik bizning yezning maktabda bir parlashtirib qilamiz deb qilgan. Endi men masalaga obyektiv qarasak, ma'lumotli yez maktabi degan odatda bir qavatli sinf bo'lgandan keyin tarqoqchibak. Shuningdek, musobaqaga o'zlab ketadigan ish bo'ldi yoshda qilib, beshida qilib o panni mag'zub bo'lmaydi gapning rostini deganda. Shu balani amal yo'q, yana burungi mashqqa qaytdik. Endi o xotinning ko'pincha mush Qashqar xotinning ahvoli shunday bo'ldi. Bu yez maktabini ishga qavat qilib solmaymiz normalda. Azada kamar qilib solgan bo'lgandan keyin meningcha uni parlashtirib qilsak, bayam degandek saylal Qashdan mag'lublanib qolgan ish chiqib ketgan. Balki endi siz kasbiga so'g'andan keyin uningga mana texniklik masalani qo'llansak bo'ldi deyishingiz mumkin.
Biz programmadan tushgandan keyin bir paranglashib baqili. Biz mana shu yezi qilgan ish nima sababdan mag'lub bo'lgan? Bizga shu musofa uzun talqa qo'ygandan keyin ashta qizni bulanmay bo'lmadi deb to'rbirlar yerilib ketib amal yo'q qoldirib o'tgancha. Bir sizning payli fikr olib qolib qolsa, majatilda maktabning o ishlarini abidashliklar hamkorlashib qilsak bo'ldi. Sizlarga kashfiyotlaringizga barakalloh. Haqiqatan hammamizdan aytib tushundik. Biz mishada o'tag'anligiga qaraganda sizningki qiyg'ashlaringiz haqiqatan jiqkan. Bizningki 500 kvadrat metr atrofida bir isitishga ehtiyojli o'rnimiz bor. Bo'lsa agar men bir 2 kun ketmay qolib qolsangiz, biz ashani bir ko'rsatib, ashani isitish to'g'riliq bir maslahat qilib baqsak. Bo'ldi. Anondan boshqa men sizga bizning Shinjon Meteor xalqaro so'z cheklash shirkati nomidan mo'tabar tonini taqdim qilmoqchi. Rahmat. Mening o'ylig'im hamda sizniki mushunda bir hikoyalaringiz borki, bu yoshlarni nayt rag'batlantirish ro'yiga. Shunga mumkin bo'lib qolsa bir vaqtda bir kelishib, bir cho'ng tutki bir leksiya o'rlashtirsak, buningga keng bir xalq ommasini, o'quvchilarni bir taklif qilsak, undan keyin bu sizning bir hikoyalaringizni bu bolalarga bir so'zlab bersangiz, shular bir bundan texim bir ilhom elib, texim bir terish bo'lsa. Bo'ldi, rahmat. Bizmi Al-Nur şirketiga sizning shu o'choqlaringizni qo'yishga va'da qilaylik. Bundan keyingi isitishlarga sizni taklif qilaylik, siz bilan to'xtamlashaylik. Anandan keyin zavodning osonlashtirish, yuk besish, tushirish nurg'un asarlaringiz bor ekan. Uningdan biz ehtiyojli bo'lgan shu mexanikalik uskunlarni sizdan setilishga to'xtamlashaylik. Yana hamda boshqa shu milliy korxonchi olamda mayli diyorimizga barliq korxonchilarning musha o'zimizning diyorida ishlangan mushtaq yezigilik mashinalarini setib olishini ham shu setib olib ishlatib anadagi taklif fikr bo'lsa berib o'zimizning diyoridagi musha mashinalashni ilgari surilishga bir kishidan hammamiz o'rtaq as qo'shsak degan taklifni beraman. Rahmat. Bizdeki Makutlar şirketinki Aqsu'daki tarmoq zavodinki shu yataqlariniki par masalasini qilmagan bujilib bitgan emasmi zavod? Shu yataq binosiniki par qurishni sizning qilib berishni umid qilamiz. Bo'ldi, rahmat. Arzuyingizni suyundik. Rahmat. Bundan keyin hammamizni faxrlantiradigan texnik kashfiyotlaringizning maydonga kelishib tilakdoshimiz. Xo'sh, undaqda tush markaziga marhamat. Bilet tashlashni boshlaymiz. 3, 2, 1. Qani korxonchilar? Beş korxonchilarimiz qo'llaydi ekan. Shunda qo'g'anda eng oxirida erishgan bilet soningiz 252. Muborak bo'lsin Asqar apanning ahamiyatli arzuyingizni talash o'tganimizga qadam qo'ydigan bo'ldingiz. Muborak bo'lsin. Ishlaringizga barakat tilaymiz. Rahmat sizga. 20 necha turli kashfiyot orqali ig'ir sanoatni asos qilgan shirkatlar bor. Egilik tiklash mahir deb atalgan Asqar Yasin muvaffaqiyat haqida so'zlashga salohiyat hozirlagan kishilarimizdan biri. Uning yezi maktablarida qishdagi isinish masalasini hal qilib berishni iborat she'ri tushi va sahnamizda bergan va'dasidan amalga oshirganligi ishimiz. Hamda bu qimmatli ruhdan ta'sirlanmay turolmaymiz. Muvaffaqiyat va she'rin tushingizga ofirin Asqar afandi. Hammaylar sizga guvoh bo'ldi. Qadrli ko'rman do'stlar, biz navbatda faxriy she'rin programmamizning talayli ko'rimini talab chiqamiz. Qani, cho'ng ekran marhamat. Cho'ng ekran aylansin. To'xtasin. Bizning birinchi talayli ko'rimimiz bo'lsa 147 da 99 she'rin tush 22 12. Biz bu talayli ko'rimimizni Shinjang Oltin Guhar xalqaro so'tchak shirkati ta'minlagan 500 yuan qiymatidagi Oltin Guhar dengiz jonliqlari yurishlik kirim buyumlari bilan mukofotlaymiz. Qabul qiling. Cho'ng ekran ikkinchi qaytam aylansin. To'xtasin. Talayli ko'rimimizning telefon nomeri bo'lsa 157 da 39 she'rin tush 39 69.
Bu talaylik ko'rminimizni Şinjan Al-Nuri yez eglik taraqqiyot şirkati ta'minlagan sap tabiiy qor un va yuqori oqsiliq un jawhari qatorliq yurishlar bilan mukofotlaymiz. Qabul qiling. Assalomu alaykum, Shamsiya xonim, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtirib o'tasiz? Men Turpandan kelgan Saodat bo'laman. Men shu tuvanda o'tirgan korxonchi ustozlarga va naq maydondagi aziz ko'rmanlarga, ekran oldidagi barliq ko'rmanlarga o'z salom yo'llayman va oliy ehtirom bildiraman. Turpandan keldingiz. Ha. Undaq arzuyingizni anglab baqaylikmi? Men arzuyimni deyishdan burun kichikgina bir ko'z oldimda yuz bergan bir tragediyani so'zlashga to'g'ri keldi. Bundan 3 yil burun Michivanda bir ishlaga chiqib shada turgan tutchu. Shu chaqda bir 22-23 yoshlar chamisidagi bir qiz 4 oylik bo'lgan o'g'lini o'qiltib qo'yib, shu nimda qo'ydi, lentayga isilib o'libdi. Mana shu naq maydon oxirlashiga kelib qolibdi-ekan-da. Nim sababli o'libdi deb so'rasam, Amundaq apsi uyga ekandik, yo'lishidan ko'ngli azariyab, yomonlab uyga beribdi-ka, apsi qo'g'ilib etibdi. Qo'g'ilotgandan keyin yana yo'lishining uyiga kelsa, yo'lishi "Holing shu ekan-ku" deb uni ko'ngliga azar bergandan keyin kalasida o'tkirolmay, shu bolasini o'qilib qo'yib o'libdi deb. Mening bu sahnaga chiqishimga mushu ish sababchi bo'ldi. O'zimni ilib aytsam, men mo bir 3 qizning onasi. Dehqon oila ayoli. Men yo'lishim bilan shu ma'lum sabablar tufaylidan ajrashib ketgan hamda ma'lum sabablar tufaylidan ajrashib ketgan. Shundan keyin men nurg'ulg'an qiyinchiliklar uchirdim. Bu bolalarga 3 qizga ham ota, ham ona bo'ldim. Kirdigan kirim manbayim yo'q, ya xizmatim yo'q. Nurg'ulg'an umursizliklar uchirdim. Endi urug' tuqqanlarga yordam qildi, ular doim yordam qilavermaydi ekan. Shuning uchun men o'z biligimga tayanib tirishib, tirmashmasam bo'lmaydi ekan deb, o'zligimdan shu tikib, sökib, o'ginib, usti ko'rmay, shu bolalar kiyimini bir yaxshi tikadigan saviyaga yetdim. Yetgandan keyin qanday qilishim kerak? Bir ish qilay desam, bir mablag'im bo'lsa deb, shu nomus qilmay daveray. Bir oshxonada bir ay qochiydim hamda qochib malol emga bo'lgan keyin nomus qilmay daveray hamda shu qildigan ish emas. Shu pulni dasmoyi qilib o'z ma'lamdinim qilgan qo'yliqi biza nomus qilib boshqa bir Turpan yezisidan bir shahar Turpan shahriga berib, chatiraq bir yerga berib, shu pulni mablag' qilib do'kon bir sayponxonlashdim kichkina. Meniki arzuyim men shu oila zo'ravonligiga qattiq uchragan ayol hamda shu sababdan men yo'lishim uchun bir talamda ajal o'qi uchib kelayotganmiz ko'krigim orqali to'sib olishga rozi edimki, shu qadar oilamni yaxshi ko'ratdim. Farzandlarimni bo'lsa, farzandlarimni shu qadar yaxshi ko'ratdim. Farzandlarim uchun barlig'imni atlashga, hatto 7 a'zoyimni kerak bo'lsa taqdim qilishga rozi edim. Shu qadar yaxshi ko'rsam, men shu oilamni qo'g'dab qilay deb tirishib baqdim, tirmash baqdim. Oxirida nikohda mag'lub bo'ldim. Shuning uchun oxirida tirishib, tirmishib, shu nikohda mag'lub bo'ldim. Bu reallikni qabul qila olmay, o'limiz qaroriga kelib, hayotdan voz kechib, o'limga tavakkul qildim, lekin endi unda urug' tuqqanlar, qo'lim qo'shnilar tarafidan qutqizib qilindim. Men oxiri yes qildim, bir oilasini o'z otliq va otliq burchini ado qilmagan haqiqiy muhabbat bilan soxta muhabbatni, mangulik muhabbat bilan vaqtlik muhabbatni farq etolmay, o'z oilasini tashlab ketgan, 18 yillik turmushni barbod qilgan bir nodon uchun o'lishning arzimaydiganligini his qildim. Shuning uchun men qat'iy g'ayrat qilib, bolalarga baxtdan bo'lmaydi-ku. Men amgigim orqali cho'qim egilishim kerak. Jamiyatdagi ayollarga, ayollarning hargizmi ojiz emasligini bir tutib qo'yishim kerak deb o'zligimdan tirish orqali bolalar kiyimini bolalarimniki uchisidagidek holatiga yetdim va ba'zi bolalar kiyimlar sotadigan tijoratchilarga tiprish saviyasiga yetdim hamda.
Meniki oxirgi orzuyum bo'lsa, ham ota, ham ona bo'lib, jamiyatda ota-onalik otalik ham onalik majburiyatini tang ado qilayotgan haqiqiy insonparvar, adablik, axloqli ota-onalarga rahmat aytish yuzasidan chiqdim va yana har xil sabablar tufaylidan yo'ldishidan ayrilib qolgan shu ayollarga yo'ldishidan ayrilib qilib shu chiqish yo'lini topolmayotgan umidsizlik ichida g'angirab qolgan ayollarga umid bag'ishlash uchun chiqdim. Rahmat. Oila zo'ravonligiga qarshi turish va shu chiqish yo'lini topolmayotgan ayollarga shu rag'batlantirish to'g'ri. Undaqda oila zo'ravonligiga qarshi turish tashabbusini olib chiqishingizga bir sabab faqat siz o'zingizning ilgari oila zo'ravonligiga uchraganligingiz sababidan, shundaqmi? Shu sababdan yana yilqi 23 yoshlar jamsiz qizlar shu ko'z oldimda bu tragediya sababidan yana bir maqsadim, oxirgi maqsadim meniki bir mesela qizlarimni olib chiqdim. Bu qizim nima 7-oyning 28 kuni Kuchada Abdum rayon bo'yicha o'tkazilgan musobaqaga qatnashib, oltin medalga erishib, 1-darajaga erishdi. U qizlarim shu, "Apa, bizni elib chiqsang, bizning jamiyatga, mush ota-onalarga deydigan yurak so'zimiz bor" dedi. Bularni bilib chiqqan. Unda qizlaringiz keldi, shundaqmi? Ha, keldi. Ko'rishaylar qizlar bilan. Zumrat. Bu yenimniki bir jup chiroyli qizlar bo'lsa, umaq farzandlari Marziya bilan Marjongul bo'ldi. Hozir yana bir birinchi darajalik mukofotga erishdi dedi. Lekin nima deb erishganligini bilmadi. Hamda bu qizning bu vijik badini qarab balkim his qilmasligini mumkin. Chirikchilikda birinchi bo'lib qaradi. Voy! Nima yomonsiz? Assalomu alaykum. Shamsiyada, assalomu alaykum. Korxonchi ustozlar, assalomu alaykum. Tomoshabinlar, yaxshimsizlar? Siz kim bo'lsiz? Ismingiz? Marjongul. Marjongul, nima degan chiroyli qizlar bu? Ey, umma qizlarim, hozir opanglarning degan gaplarni angladinglarmi? Ha. Angladinglar? Oila zo'ravonligining nimaligini bilamsiz, Marjongul? Yo'q. Bilmamsiz. Amsadingizni anglab baqaylik. Oila zo'ravonligi degan shu jamiyatimizdagi ota-onalar shu ota-onalar sabiy bolalarni yetim qilib qiynamay-a? Sizningki opangizdan bilib bu yerga kelishingizda deydigan ko'ngil so'zingiz bormi aslida? Mening Misharik opamga kelishlik maqsadim bo'lsa, o'sha jamiyatimizdagi ba'zi bir qism ota-onalar sabiy bolalarning kelajagini o'ylashmay ota-ona burchini yoshlarda qilmayotgani uchun Misharik jamiyatimizdagi ota-onalar deydigan yurak so'zim bor. Shu sabiy bolalarimizning kelajagi o'ylab otalik ham onalik burchini tan yaxshi ado qilishini umid qilaman. Buldu qizim. Qaysar bo'lonchimi, opa qizlar? Opangizmi shunday qaysar ekan-ku, bilamdi? Buldu, rahmat sizlarga. Vallahi balkim oila zo'ravonligining nimaligini bilmasligi mumkin. Balkim siz oila zo'ravonligiga uchragan vaqtingizda vallahi kichik bo'lganligi uchun buning nima ekanligini bilmagan bo'lishi mumkin. Balkim siz ham oila zo'ravonligi sababidan keyincha bolalarning o'sib yetilishiga ta'sir etib qolmasin deb bolalarning xotirjam muhitda o'sib yetilishi uchun mush yo'lni tanlab olgan bo'lishingiz mumkin. Chunki hamma odamning hayotida chiqqan qarorlar uning o'zining asosi bo'ladi, sabab bo'ldi. Biz bularni to'g'ri tushundik. Lekin endi siz u ishlarni qo'yib turib, eng muhimi oilalarda oila zo'ravonlik bo'lmasgan demakchi, shundaqmi? Bo'ldi. Oila zo'ravonligiga nisbatan nurg'un kishilar bak cho'nqur tushunchaga ega bo'lmasligi mumkin. Hamda oila zo'ravonligi cho'qimla erlardan ayollarga kelgan zo'ravonlik emas. Ba'zi oilalarda ayollardan erlarga kelgan zo'ravonlikmi bo'ladi. Uning ustiga oila zo'ravonligi faqatla bir tarafning yana bir tarafni urishi, tan jazosi berishi bilan cheklanmaydi. U ro'yi jihatdan qiynash, yolg'iz qoldirish, qari bo'lmaslik, haqoratlash qatorliq nurg'un taraflarda ifodalanishi mumkin. Mana shularning hammasi oila zo'ravonligiga kirdi. Yig'ib aytgan vaqtda oila zo'ravonligi bir oilaga nisbatan ilib aytganda eng cho'ng dushman hisoblanadi. Ko'ngilsiz munosabatmi oila zo'ravonligiga kirdi. Shuningdek, oila zo'ravonligi degan bu tema, bu mazmunning oilalardan yiroq turishini, agar kirib qolgan taqdirdami oiladagi bir juft
shu ota-onaning uni tepib chiqarib etishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Buningda hammamizning mas'uliyatimiz bor. Bo'ladi oila zo'ravonlikqa qarshi turishni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Hammalar bu shuarga ketilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rastıllam bu oila zo'ravonligi shahar qargan yezida ig'ir hozir bor. Uning ustiga o'lib olishning gapini chiqib qoldi. Bu hayot mushunda go'zal bo'lsa, bu hayotga kimning chidag'isi keldi? Ash ketganlar 5 minutlik azobning ichiga mangulik mush go'zallikni tegishib etganlar. To'g'ri. Ziddiyatni, qiyinchilikni qabul qilish kerak. Uni e'tirof qilish kerak, uni hal qilish kerak, lekin uni o'zimizdan qochirishga bo'lmaydi. Qochirish mumkin emas. Buningdan past ish yo'q biz uchun. 5 minutlik bir achchig'ini shuningga tegishib etganlik. O zo'ravonlikni yengil bo'ladi. Qaytadan bir boshqacha yashash usulini tanlasa bo'ladi. Biz ma cho'nglarningki bu hayotga qarashimiz tushunishlik. Biz damallikqa kallamizni silkib etsak, bu oiladagi zo'ravonlikni yengib keta olamiz. Men de o'smir bolalar yaqinda 2 oy burun qo'yildi deyim qonun va fuqaroda bir 15 yosh atrofida bir bolaning dadasiga vasiyatnomani yozib qo'yib bir 4-qavatni o'zini tashlab o'ltirib olganligini televizorda qo'ydi qonun va fuqaroda. Meningcha bo'lsa mush bolalarni bek zo'ravon boshqo'diq deb boshqurimiz. Endi uyda ayolimni boshqo'dim deb urib dumbalab, bolamni boshqo'dim deb do'shkishlab, anda qilsak bolaning ro'yiga bir ta'sir etadi. Ang oxirida ig'ir bo'lganda o'zini o'ltirib olish kelib chiqdi. Bo'lsa bolalarni nasihat orqali boshqo'sak. Shu bilan bir vaqtda oila zo'ravonligiga nisbatan qonuniy jihatdan huquq manfaatini qo'g'dashga har bir fuqaro tamoman haqli. Oila zo'ravonligiga uchragan har qanday odam o'z doirasidagi munosabatlik organlarga, jamoat xavfsizlik organlariga ma'lum qilish, agar ayollar oila zo'ravonligiga uchrasa, ayol har darajalik ayollar birlashmasiga ahvolni ma'lum qilish, aholilar komiteti qatorliq har darajalik partiya hukumat o'rinlariga munosabatlik tarmoqlarga ma'lum qilish, fosh qilish, arz qilish orqali o'zining qonuniy huquq manfaatini qo'g'disa tamoman bo'ldi. Boya biz deb o'tdik, oila zo'ravonligi faqatla erlarning ayollarga zo'ravonlik qilib bo'lib qolmasin, ayollarning erlar zo'ravonlik bo'ldi deb. Undan boshqa yana ota-onalarning bolalarga qilgan zo'ravonligi va bolalarning yashangan ota-onalarga qilgan zo'ravonligimi o'xshashda oila zo'ravonligiga kirdi. Endi albatta oila zo'ravonlik qilish bo'libmi, endi bizga jiq uchraydigan erlarning ayollarga nisbatan qilgan zo'ravonligiga biz deymiz endi eng ojiz oila zo'ravonlik orqali ayolni boshqurdi. To'g'ri. Deymizmi bir erkakning ayolga qo'l ko'tarishi meningcha yaxshi emas. To'g'ri. Men 2 ming yillik bola beray. Shuni dasmiy qilib, shuni bir tek sepaqing. Rahmat. Fayz bo'lib qolsa keyin shu otib borolishdi. Sizning oldingi mana shu numus qilmay davray qochib yo'g'antin degan gapingizga men ekran oldikilarni o'qib qolsa, mush halol ishni qilishdan biz qat'iy numus qilmasak, o qochish yoki boshqalarga yollanish, mishada o'ltirayotgan korxonchilarning hammamiz qilgan ish. Hammamiz pulning tepasiga tushmadik. Hammamiz kichikdan, noldan, quruq qo'l boshlaganlarimiz mushuning ichida asosiy salmoqni egallaydi. Shunga barliq qarindoshlarimizning shu halol emgakni qilishni numus deb bilmay, buni faxrlanadigan bir ish deb maydamizga kirib turib desak bo'ladi-ku. To'g'ri. Emgak sharaflik. Barliq emgak sharaflik. Halol emgakning hammasi sharaflik. Faqat ish taqsimotida farq bo'lishi mumkin, lekin uning yuqori tuvanligida farq bo'lmaydi. Jimi? Hozir o'tirgan temiz nihoyat yaxshi tema. Ailelarni qo'g'dash zo'ravonlik masalasi bu yaxshi tema. Bir oila vayron bo'ldi denge, bir kollektiv vayron bo'ldi denge. Vayronliklar tugamaydi, uningki jamiyat kelgan izini imton ig'ir bo'ladi. Ajrashgandan keyin nurg'ulg'an dilolar yuz beradi. Kirib qilgandan keyin qonun prochqadini ota-onam kichik vaqt ajrashib ketibdi. Shunday men cho'nlarni gapirib qo'ydi. Gapirib qo'ygandan keyin men yaxshi o'qiyapman, undaq qilib qotilib qolgan, zarini shilib qolgan ishlar bo'ldi. Ash ota-onalar ash bolalarni ash kirgan azoblanmaganda, vijdondan qatmaganda ishlarni ko'rgan vaqtida. Ondan keyin shu bir ishni qilib qo'ygandan keyin jamiyat ig'ir zan keltirgandan keyin jamiyatga ash ig'ir zinchi to'ldirib olasiz. Ay ota-onalar andagi kimninki bo'lsa, kimning dadasiga, kimning opasiga desa, pallarninki desa, qanday ko'cha chiqdi, qanday ma'noda xalq deb qaraydi. Shun bolalarni yaxshi tarbiyalash, endi bu cho'qim biz ep boradigan yaxshi ishlar. Shunga cho'qim har qanday ota-ona shu bir ish qilishdan bir o'ylanib, oilani qo'g'dash, bolani qo'g'dash uchun cho'q o'ylanish kerak. Andagi sizniki ikki bolangiz az o'qish ekan, ko'zlaridan shu bilimga xumar, bilimga oshiq chiqib turdi. Ham men Urumchi Qutar Pandan tariqat yashirish nomidan 2000 yillik kitob sovg'at qilman, kitobni yaxshi o'qib, yaxshi odam bo'lishni umid qilaman. Rahmat. Mening deydigan faqat 3 jumla so'zim bor.
oiladagi erlarimizga deydigan so'zim, xotinni yengan er emas, xuluqni yengan er. Ayollarimizga deydiganimiz, o'zingizning yo'ldishiga, oilangizga, balalaringizga qilgan illiqligingiz, samimiyligingiz, sadoqatlimanligingiz, yana birisiga sabrchanligingiz sizning oilaning magnetiga aylantira oladi. Balalarimizga deydiganimiz, bu dunyoning tarozi bor. Ota-onalar qilgan ruhiy besim yoki jismoniy besim bilan besilgan tarozi hamini tengshiladi, sizga yanadi. Buldu yaxshi tashabbusni o'tirib qo'ydingiz. Mush munosabat bilan hammamiz o'z ko'z qarashlarimizni o'tirib qo'ydik. Ekran oldidagi barliq oilalarga inoqlik, ittifoqlik, baxt, saodat tilaymiz. Tush markaziga marhamat. Bilet tashlaymiz. 3, 2, 1. Karxanchilar. Xo'sh, to'liq numur. Shundaq bo'lganda, eng oxirida erishgan bilet soningiz 269. Muborak bo'lsin. Ahamiyatli arzu egisini tanlash o'tkilik qadam qo'ydigan bo'ldingiz. Muborak bo'lsin. Rahmat. Oilanglar baxt tilaymiz. O'zi uchirgan oila zo'ravonligi sababli jamiyatdagi har turli zo'ravonliklarga diqqat qilib kelayotgan Saodat xonimning ochiq qismatlari yuragimizni o'rtagan bo'lsa, uning mardonaligi, qaysarligi va onalarga xos badal to'lash ro'yi qoyilligimizni qo'zg'adi. Shundaqla hammalarni suyundik. Biz oila zo'ravonligiga qarshi turishdan iborat bu tashabbusning butkul jamiyatda umumlashishini, oila zo'ravonligiga uchrayotgan kishilarning munosabatli qonun o'rinlari orqali o'z huquq manfaatini qo'llashni umid qilamiz. G'ayratingizga va qimmatli tashabbusingizga ofirin Saodat xonim. Baki enes alemge Gülüm vardır aman ademge Kişi baki enes alemge Gülüm vardır aman ademge Yol verdik bu ecel hatemge Unutmaylı mikri şefkatli Yol verdik bu ecel hatemge Unutmaylı mikri şefkatli Şefkat yüzü göçmez kuyaştır Şefkat bilen dilla tutaştır Şefkat bilen dilla tutaştır Cemi insan kan kıyrindaştır Unutmaylı mikli şefkatli Kalır bir gün zıbbozunda etme Mal dünyamı tac devlet mi Kalır bir gün zıbbozunda etme
dünyamı tac devlet mi? Kalır içip şanı şöhret mi? Unutmaydı mihri şefkat mi? Kalır içip şanı şöhret mi? Unutmaydı mihri şefkat mi? Unutmaydı mihri şefkat mi? Rahmet. Assalamu alaykum Nahmeydanlik aziz qarindoshlar. Sharnayat Do'nqatdan bozoriga kelgan qaniq san'atkori Abdukim Ro'zin. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz aka, qarshi olamiz. Rahmat, rahmat. Naqshni bek yaxshi aytadigansiz, jimo, duddonim shunaqa yaxshi chaldigansiz. Rahmat. Xalq san'atkori shunaqmi? Shunaqa. Undaqda orzuyingizni anglaylik. Men ham shu 99-yilda boshlab bir 13 kishilik bir san'at atirdim ba. Chiman bozorda ham shu bir o'yin qo'yish umidi bilan tashkillab o'yin qo'yib yuraman. Men bu 2004-yil halol mehnat, 2006-yili dilingda bir kishi bo'lsa deb ikki qism day ishlab chiqargan. Plastik, naqsh plastik. Shunday, naqsh plastik. Ammo ushtaqlik saviyada sal tovanroq bir saviyada ishini qotdika, mumkin bo'lsa aziz korxonchilikning bir ashning bir yana bir day chiqarishim azroq bir mumkin bo'lsa bir yordam qilsa degan ozg'in bir talab orzularim bor. Naqsh plastik chiqarish orzuyingiz bor. Shunday. Naqshlaringiz tayyor. Naqsh tayyor. Undaqda plastik chiqarishningki yo'llarini menga berishni umid qilamiz yoki uning mablag' solishini umid qilamsiz? Buning ham mablag' desak, hamda men mablag' jihatdan bakchiq talab qilib ketmayman. Uning ham bir o'zimizning qisaq bo'ldi, bir yo'lni bir tez bilmay qoldim ba'zi jihatdan, jo. Sizdan nihoyat o'zingizdagi xos bir xil alayligingiz bor ekan. Nihoyat mazmunli naqshini nihoyat esil o'rinda qo'ydingiz. Rahmat sizga. Rahmat. Endi sizningki plastik ishlash orzuyingiz haqiqatan meningcha sizda tayyorlik hozir puxtami? Puxta. Siz buni MTV plastik qilmoqchimisiz, DVD degandek. Ashunday yoqash MTV qilib shu. Bu yaxshi ahvol ekan. Endi hozir haqiqatan bizda plastik ishlash qiziqligi bizda bir qator nihoyat taraqqiy qilib yuqori bosqichga yetgan. Arlıqda neymiş bo'ldi? Ba'zi bir hamda bilimlilik huquqi deymiz yoki har xil yo'llar bilan ko'paytirish shakllar bilan plastikka ishlab chiqaruvchilar o'zi tegishli manfaatni olmayotgan ahvollarni ko'rilib qoldi-ku. Asli undaq bo'lsa bo'lmaydi. Shuning bilan bizniki bu ishlarimizda sal bir xil pastga uchib qilish ahvoli hozir mavjudroq. Shuningda bo'lsa, siz bu plastikni nuqul o'zingizdan emas, o'smish korxonchi ustozlar bilan ularning bir xil mahsulotlarini e'lon shaklida ularni har xil bir xil yaxshi bir hamkorlik asosida chiqarsangiz, menimcha korxonchi ustozlarning o'zining bir o'ylaganlarini deb baqsa, menimcha texnik yaxshi bo'larmiki deb o'yladim hamda. Rahmat. Rahmat. Men sizni CD plastik chiqar deb o'ylab shu birinchi ko'targandim. Endi nima chiqadigan vaqtda hozir shu CD plastik bozori sal oldi keyinchilikda. Chunki MTV ishlab chiqarayotganlarga nurg'un dasmiy ketadi. Masalan, normalda 100 ming yuan normal bu bundoq bir MTV ishladim desa 100 ming yuan pul ketib bo'lmasa 200 ming. Mana 100 ming yuan tövellari endi menimcha toza endi qildimi bo'lib qoldi-ku. Bu bir taklif endi mening o'zimning ko'z qarashim. Endi menimcha sizda bu milliy soz muzikalarga boshda CD plastik chiqarishni va yoki ikki MTV ishlamoqchi bo'lsa, ikkini ishlab to'g'rida tashviqot qilib, bir unumini ko'rgandan keyin, anandan keyin cho'ng ko'lamda bir disk chiqarilganga tayyorlik qilsangiz, menimcha mush yo'l bak yaxshimikin deb o'ylayman. Agarda mush yo'lni ishlab bo'pti, men shu boshda internet orqali bir tashviqotini qilib, aniki azroq unumini ko'rgandan keyin plastik chiqaray desangiz, karvon to'g'ri sizga deb qoldi. Rahmat. Agar sizning maqsadingizni bilib boqaysiz, plastik chiqarib, masalan, o'zingizni tashviq qilmoqchimi yoki ma'lum iqtisodiy kirim yaratmoqchimi? Amin bir aytishlik deb aytganda bir san'at atitib bor. Bu hamda burlardan shu o'zimiz bir ikki qismday ishlab uning ham shu joqdagi saviyasi tovanroq bir mablag' jatdan qilimiz sal tovan bir saviyal ishlab chiqamiz. Shu hamda men ma'no chiqqandayda bir mumkin bo'lganda ozroq bir kuchliroq bir o'zimning ham shu qandoqroq bir ishlar qo'limda keldi bir o'zim bir dangsab qo'yish maqsadida ajashning bir
Temsilgentim. Bizning shirkatimizda shu televiziya uskunalari, ya'ni televiziya perslash karti qatorliq uskunlarni sotamiz. Hamda shu sohadagi, Shinjang ichidagi film kirishtiruvchi qatorliqlar bilan munosabatimiz yaxshi. Agar siz shu plastik ishlash niyatingiz bo'lib qolsa, shirkatimizga kelsangiz biz sizga yordam qilsak bo'ldi. Agar abayqi degan gapingiz bo'yicha hozir Nabijanmi dedi Karvon to'rdagi. Hozir shu plastik chiqarib, masalan, iqtisod unum yaratma deydigan o'yingiz bo'lib qolsa, hozir bu ishga mablag' solmay turganingiz yaxshi. Hamda amal bor shu Nabijan degan o'xshash CD shaklida taqib avval o'zingizningki ovozingizning qandayligini, shu CD plastikning subtining qandayligini bilib chiqish uchun avval CD plastik qilsangiz, hozir mashina haydayotganlar bo'lsin, boshqalar bo'lsin, bu CD plastik tanlab setib oldi emasmi? Buning bozori yana yaxshi. Men shu hamda faslda bir ashliq bir to'g'ri yo'lni bir yo'l ko'rsatgan maqsadga keldim. Rahmat. Amerika Yevropa tarafida 20 yil burun har qanday danglik cho'lponmi 1-2 MTV lam ishlab tunildigan. Endi bizning mayaga keldi bu davr. İşinmisiniz, Asqar Ko'kböre plastik chiqamig'li 15 yil bo'lgan 2 tal MTV ishlab, yana bir daraja ko'tarildi hozir. Shunga o'xshashli gap. Sizmi MTVdan 1-2ni to'rda e'lon qiling. Bu biroqla mablag' silib ziyon chiqishning oldini olish uchun avval 1-2 MTVning to'rining bozoriga silib, chekilish soniga qarab o'zingizni bir tuntib olgandan keyin qog'ashni menimcha keyinga o'rinlashtirsangiz bo'ladi deb qarayman. Yo'l ko'rsatganlarga rahmat. Birodarlar nihoyat yaxshi maslahatlarni berdi. Deymizmi, hozir MTV qilib ishlashga nurg'un pul ketadi. Mashrab elektr uskunalar cheklanish shirkati bizning yana Sabah madaniyat tarqatish cheklanish shirkati deb madaniyat ishlari bilan shug'ullangan shirkatimiz bor. Agar endi hozir xohlasangiz bizningki shu sizning ovozingizni unga ilishga, ya'ni CD plastikasi qilgandek bir holatga ekilishga biz shu Sabah madaniyat tarqatish cheklanish shirkati biz ustimizga kelib shu tayyor bo'lgan naqshlaringizni unga berishga biz kafolat beramiz. Rahmat. Mening sizning sahnaga plastik ishlashmish bir ishni chiqibsiz, shuning bilan munosabatli bo'lgan bir tomoshabinlarga, mayli ekran oldida ko'ruvchilarga bo'lsin, shunday maydon tomoshabinlarga mening bir iltijoim bor. O'zimizning madaniy buyumlarni o'zimiz qo'g'daylik. Bo'lsam shu ajr qilib nashrdan chiqarayotgan plastiklarning asl nusxasini setib olaylik. Kitoblarning asl nusxasini setib olaylik. Avtorlarga, nashrga tayyorlovchilarga hurmatimizni bildiraylik. Shularning amgikimi bir meva bersin. Shuning nepiga erishsin. Mush tashabbusni ijro qila olsak ham bizning mayli kinochiligimiz bo'lsin, mayli televiziya teatrlarimiz, yeziq, nashriyat buyumlarimizning hammasiga bir yangi bozor ochib bergan bo'lamiz. To'g'ri, nihoyat yaxshi. Rahmat. Tashabbus o'tirib qo'yildi. Sizningki masalan plastik chiqargan vaqtingizda siz aytmoqchi bo'lgan naqshlar, o'rnamoqchi bo'lgan musiqalarning hammasi o'zingiz ijodiy musiqalarmi yoki bo'lmay qolib qolsa, burun bo'lib bo'lgan boshqalarning musiqalarimi? Ya, buning ijodiyatlarim bor. Bir qism ijodiyatlar hamda she'rlar bo'lsa-mu, bir shu kasb ahlidan kelib musiqa ishlasam bo'ladi-da. Mening bunday deyishim hamda jamiyatimizda hozir nurg'un musiqalar barliq kelyapti, nurg'un naqshlar barliq kelyapti, lekin bular faqat va faqat bozorda topilmayapti yoki bo'lmay qolib qolsa uzoq mang'amayapti. Buningdagi maqsad nima degan vaqtda, menimcha bu vaqtda bu ijodiyatlarningki ma'lum bir yorqin nuqtasi bo'lmasligi bo'lishi mumkin deb o'yladim men deb. Shunga mening tavsiyalarim, agar siz shu yo'lni mang'amay ekansiz, cho'qim sizningki ijodiyatingizda xalq yoqtiradigan bir qiziqtirish nuqtasi bo'lishi kerak. Bir ijodiy nuqta bo'lishi kerak. Undagi shu nuqta xalqni tutib turish orqali, andan keyin bu sizning plastiklaringiz bozor tepishiga, sizningki atirtingizniki texnik dang chiqarishga yordam bo'ldi. Endi bizning Atlan Ma'rif va texnik shirkatininki maxsus bir studiodan birisi bor. Endi bu unilish zali deymiz. Bundan shu biz shirkatninki, maktabninki turli sinlarni ishlaymiz endi. Abay degandek, agar unilishga munosabatli ishlar bo'lib qolsa, bizning shu ekansiz, biz sizga yordamlashib shu unilishlarga yordamlashimiz. Rahmat. To'g'ri, yaxshi. Endi bu birodarimizningki haqiqatan ovozim bak yaxshi ekan shu. Endi CD plastikasini hozir biz unga apirishni Muhammad dedim, hozir Atlan shirkatini yana qaytadan deb o'tdi. Agar bu ham boshqa birodarlarimiz degandek birdan 2gacha MTV ishlash masalasi kelganda, meningcha shu sizning shirin tushingiz, bizning shirin tush programmamizninki rejissyori Jurat apandi va mujdonliq Dilshod Ibrohim, Mahmudmin
Elimiz qatarıq nurgun kiriştirgiçe süre tatqışın xadimlarımız bağım şeydi. Benim için muşu MTV aldığan, 2 nakşına MTV'si aldığan şiirin düşünüz, muşu cüret, Bizim program arqılıq ixtisas yılları bilanla əməlgə aşıdı demək. Əməlgə aşıdı deb oylayman, muş təklifini bermə. Rəhmət. Bizning şirinchi programma guruhimiz amalan yaxshi ko'radigan mehr muhabbat mujassamlangan alaylik bilan ko'pchilikning yoqtirishiga erishib qolmasdan biz taxminlagan yana bir tartibimiz bor. Bizningki programma guruhimizdagi qo'shinimiz bak kuchli. Har bir xodim o'zining sohasida eng oldingi qatardagi xodimlar hisoblandi. Shuningdek biz buningdan intayin faxrlanamiz. Samikamningki bu nuqtani eslatib qo'yganiga rahmat. Bu nuqtada yana bizning rejissorlarimiz ayrim paranglishi mumkin. Bo'ldi undaqda aka shirinchilar yalliq aylang'isi bilet taşlayımız köpçülük. 3, 2, 1. Karxanchilar. 80 bilet shunday qo'ygan eng oxirida erishgan bilet sanimiz aka 190. Ahmedlik arzu ikisini tanlash o'tkirligi kirish hozir siz uchun bakki muhim emas deb o'yladim men chunki arzungiz ziyonliq aylangan bo'ldi shundaqku. Bo'pti aka sizga utuq tilaymiz, xushallik tilaymiz. Rahmat sahnimizga kelganingizga. Ma'qul, hammanglarga. Rahmat. İnsanның ömrü özü köygen, özünü küydürgen bir kasıpki baxşandı boludu. San'atga, cümleden dutlar ve nakşığı bağlangan Abdikim Efendi'nin şiirin çüşügü guvahtı oldu. Karxançılarımız nahayda ameli hem de faydalık boğan teklif fikirler bilen arzularını kanatlandırışının kademini tezletti. Yakın kelgüsüde Abdikim Roz'un yıkımlık avaz bilen tamamlanan nadir icadiyatlarının göz aldığımızda namayan buluşu işimiz. Assalamu alaykum, hürmetlik aziz mehmonlar, tomoshabinlar, karxanchi ustozlar, yaxshimisizlar? Men Maralbeshinoy Oqsoqmaral yeza, Bag'urman kentidan dehqon ayoli Hojiguldim oliy ehtirom o'tliq salom. Qarshilamiz. Rahmat. Bek chiroyli bir buyumlar billa apkapsiz, arzuyingizni anglab baqaylik. Men shu karxanchi ustozligiga va sizlarga kichiknam ko'nglimni elib kelgan. Shuni bir so'q qilsam bo'lamdi ya. Buldu, lekin avar bo'lmasangiz bo'pti ekan. Shuncha uzun yo'lni biz kelgandan so'ng o'zingiz uchun intayin yaxshi bir qo'llash hisoblanadi. Hamda kap bo'lganlikka rad qilish amalsizmiz qani. Maralbeshinoy Oqsoqmaral yezisidan kelgan Hojigulning televiziya stansiyasiga bir dona gulim baki. Voy, rahmat. Dada voy bu bekkat so'g'ib ketdi. Rahmat sizga. Mening arzuyim. Men dehqon ayoli. Men bir 3 yil atrofida bo'ldim. Men o'zim qo'lim orqali etlarining ishlaridan sirtqa ailemning turmushini qamdash uchun boshqalarga yilinib qolishdan saqlanish uchun Biz qo'limda qilgan ishning har qanday qo'l hunarvanchilik ishlarini qila olmayman. O'zimning tirishchanligim bilan abi 2 yildan yaqin shu ayollar tashkillanib meningki oilamga kira to'lab va odatda qo'shiq yeydigan nondan tatib olib bugunishga orzuy va ayollar berib kelganlar. Ana yaqin o'zimning tirishchanligim bilan yana hozir kichik bo'lsa ve ballarımның ailemninki kuyünüşü bilen bazarga küçük olsa bir dükkan açtım. Dükkan açış arkalı hazır şagird terbiyelatını. Şu uyda işsiz kalgan ayol, meyitler, men şu ayollarını teşkillep az olsa mı, addi olsa mı özümün bilimini aymay. Şularınki alkışıga eriştim. Men deslapta işimni başlaş için Şu buvaqlarniki muşuna posmalarını to'qib sattım. Qo'llarımızda bazarga chiqib sattım. Buningga agashtirib nurg'un ishlarni qildim. Ma buyishni men
Haqa sonluğa köz düştün ekeldim. Bu büşkününki bir nenisi, ayalınınki acizlik emas. Ayalının bir qıldı büşkün təvirtib, bir qıldı dünyanın təvirtidğanlığını ifadələş üçün, şunu unutulub qalmaslık için bir aciz anadan nurgulluğun bilimdar, hukukluq kişilerinki yetilip çıkışını unutulub qalmaslık için ekeldim. Macan to'qigan ko'pi. Buni ko'pi desa nechalar tushunmasligi mumkin. Bu ko'pininki kasalni davolash uchun, foydali bo'lish uchun men o'zim ko'nglimdan chiqarib to'qidim. Nima kasalni davolaydi? Chunki bu belda, ya'ni umurtqa sunyaklarda shu bu yonda sunyak o'sib olgan, ko'michak o'sib olganligiga amal qilish uchun o'zim ko'nglimdan chiqarib to'qidim. Ulash. Ulab davalash roli bor demakchi shunda. Men ulg'anning o'rnidagi. Ma petnus. Bu majanda to'qigan petnus. Bu majanda bir nechta turlik saymallarni to'qishdi bo'ldi. Har qanday yerda, har qanday so'rinlarda ishlasak bo'ldi. Adetli bir to'shay. Sapmakash. Sapmayaqmi deymiz. Sapmakashmi deymiz. Shuni o'zimiz qo'limiz to'qiymiz. Ham buningki birinchisi qiz yalliq emas. Ikkinchisi bu bedanning hannavasini ig'irchilikni mush ko'tirdi. Shuning uchun meyli gilamning usti bo'lsin, meyli sirtliq chiqqan chog'da, sayohatlik chiqqan chog'da kiysak o'zimizga foydali ham qulaylik. Men shuning uchun shu jipni to'qgan to'shayni olib keldim. Sapmakash. Men do'stim, odatda 3 metrlik, 1.90 da 3 metrlik do'stim. Bu do'stimni o'zim qo'lim bilan to'qib ishlab keldim. Chunki men uzoq o'ltiramagan bo'lsam-mi, men kasalchan bo'lgan bo'lsam-mi, ya'ni o'zimning tirishchanligi bilan, oldimdagi ayollarning qiziqchiligi bilan şu ayolini qashimda parvandek cho'glab yurganiga o'zim faxrlanib, o'zim bel qo'yib yasmaslik uchun nurg'un ishlarni qilib keldim. Chunki meyaga chiqishga qulaysiz bo'lganligi uchun men azroq bizneslarimni az bir qismdan chiqdingiz, a? Majan bastinglarmi? Birdan majan besib chiqdinglarmi? Mava qo'limizda bir taldan mervayt basqan shemshat qizil daraxt deymiz. Mushunda yangilik nurg'un mesela hozir qo'limizda gilamga o'xshash to'qiydigan yostiq, gilam, mashina zodalardan tortib ishlab chiqaryapmiz. Balki meylam teshti to'qiy, meylam mujibda mush uchamdiki yepinchi deymiz. Mushuna biznesini to'qiy, kechsi jip yo'ksan kunduzi to'qib o'zim jafoliq his qilmay, va ko'pchilikning orzusi bo'yicha men o'z kuchimga tayanib 4-oyga bir do'kon ochdim. Oqsaqmaral go'ngshisidan shu 10-oyda bizni 5 ayolni tashkillab, menga ishinib, shu ayollarni o'z ko'zi bilan shu ayollarning kuchini ko'ksitish uchun, yangilikni ko'ksitish uchun turpan, qumul, urumchiliga ekilib meni boshqilib, shuni men o'zim ko'rsatib opadim ayollarni. Ayollarım şunda hoş oldu, şunda suyundi. 2016 yılga bağıca men 100 ayolni terbiyelep çıkarışqa bel bağlayapman. Ems arzuyunuz ada? Mening arzuyum. Meniki do'konim kichik. Endi hozir 24 ayol bor oldimda. Shu ayollarninki qatida 4 meyip bor. O'zimning bolasini sanamagan chog'da 4 meyip ayol var. Şu meyip ayollarınki qilib atgan ish harakatlarini, endi shu mening etrafimda o'ginib atgan, meningki balalarimning qatorida o'tib atgan qarindoshlarimningki orzusi bo'yicha, endi bo'lsa do'konim cho'ngroq yerdan ola olgan bo'lsam, men yangilikni tepib, kompyuterdan shuni ola olgan bo'lsam, kompyuterni izlaymanmi yoki o'zim mengiz orqali izlaymanmi, yangilikli bo'lsa, şu etrafımdaki dostlarımga şu yangiliklarni o'rgatsam,
Şu bilimimni cemiyette yoki to'pining ostiga tiqib etmay, bilimimni bütün dunyoga yaysam deydigan orzuyim bor. Undaqda asos demoqchi o'g'lingiz do'koningizni kengaytirishmi? Yoki qaysi jihatdan yordam so'ramoqchi? Setish yo'lini kengaytirishmi yoki? Mening do'konimga bir nechta xaridor. Ammo shu men taxboni enga oldirib bo'lmadim. Mush qilayotgan ishlarimni men enga oldirib bo'lmadim. Ammo shu qilgan mahsulotlarimizga setib chiqarish yo'llarini izlash. Yo'llarini izlab keldim. Bo'ldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ama qilgan ishlaringizga bak qiziqdim. Hozir men bu yerlarda qo'ysa men xil uzoqcha shirkatga yurtga qaytib qolamaydi ekanman. Men sizga sizlarning do'konga berib, sizga o'tgan vaqtimda men divor beray. Bu yaxshi bir ishni qilibsiz. Hozir atrofimda qiljiq ayollar bor dedingiz. Hozir bir divor tushishdan ilgari sizga men bir narsa qilay. Sizga men 2000 yer qimmatidagi mahsulot beray, balki bizniki shu nimada sizlarga yurt nimada oqsoq moralda maqsad do'konimiz bo'lishi mumkin. U bo'lmay qolsa morallashgan o'zi kelib shu do'kondan 2000 yerlik mahsulotni sotib talab evasiz bo'lib shu atrofimizdagi xonim qizlarga shuni berib shularningmi o'zimniki guldek bilishni men orzu qilaman. Rahmat, rahmat. Nayt yaxshi guldak hünərlər barkən, menimcə bundaq şu hünərini bizdə Allah azlab ketişi. Tarixdən bəyan bizniki Uyğur xanım qızlarının, analarınınki qolu məşdə güldak hünəri batdı. Bunu təşviq qilish kerak, bunu varis qilish kerak. Bay bir kompüterning gibi chiqib qoldi. Xohlasanlar o kompüterning ishini men hal qilib bersam, men beray kompüterni. Shu dopimo bək yarışıqdı mənə. Endi birisi to'rga chiqib tashviqlar ochib qolsa, nabija inimizim turibdi-ku mana. To'rda karvan to'ri orqali butun dunyoga internet orqali tashviq qilaydi. Buni jiq odam ko'rsin, manfaatlansin. Korxonchi ustozlar xohlasa o'zining setish nuqtalari orqali zakaz berib, setish yo'llarini kengaytirish orqali o'zlariga yordam qilsa, texim yaxshi bo'ladi deb o'yladim. Rahmat. Mahsulotlaringizni ko'rdik. Yengitga burniki burun chaynakning ostiga qo'ydigan yoki yana boshqa turlarini yasab bizning tanlab bozorga akilib setmagan, lekin sizniki birsi bo'shuk, ondan mavo o'laydiganga bel bo'yin umrutqisi o'sib qolgan kasalliklarga foyda qilgan mahsulotingiz bek yaxshiki. Shu mahsulotingizning bahosini bozorda biz setishmasak adat qancha atrofida sotamiz? 400 qo'ydim, 500 qo'ychilik beryapmiz. 500 qo'y atrofida bo'ldiki. Bizniki shu Altın Güher şirketimizin qarmaqida G'ul jinoyatida bir Güher tanlab bozorimiz bor. 13 yillik tarixi bor. Xaridorlar ammasi ko'p kirdi. Men sizga sizning yana boshqa chiqmagan mahsulotlaringiz bor ekanmismi? Avval 5000 yuanlik zakaz beray. 5000 yuanlik mahsulotingizni olib biz ashada bir setib bozor ochaylik. Uningdan keyin qolgan davomli mahsulotingiz haqiqatan mushta chiroyli sifat qilgan. Menimcha biz nurg'un mahsulotingizni setib chiqarib beramiz. Rahmat, rahmat. Qo'lingiz gul ekan. Sizningki agar siz qo'shilsangiz bo'shukni bizningki Saba Yulduz yaslisida bir yasli yerimiz bor-ku, nayt omaq ballarimiz bor. Shu yaslida har xil qo'llar va buyumlarni nanadan setib olib, ekilib bizning azroq bir mavzu qilib yasab qo'ygan uyimiz bor. Shu yerga qo'yyapmiz. Shumush bo'shukni 1000 yuanga agar qo'shilsangiz men setib olgan bo'lsam. Rahmat. Bizning Uyg'urlarning o'rip odatida do'ppi bergan odamga o'zimizning salomı bo'ladi. Qani bir korxonchilar o'rnimizdan turib bersak, bir salomimizni qilib olaylik. Rahmat. Rahmat. Shuning bilan birga hamda men setish yo'llari to'g'risida ham bu yuqori korxonachilarimiz bor, nurg'un tanlab bozorlar, har xil shirkat setish yo'llari bor korxonchilarimiz. Mening sizga qilib bera oladiganim, ham shu to'qish jarayonida balkim qo'llaringiz og'rigandi, charchagansiz. Shundan Kanada, Jameson mahsulotlardan 1000 yuanlik sizga sovg'atam bo'lsin. Rahmat. Men sel oz deb qo'yaptim bo'shukning bahosini. Shuna. Adimizga rozi bo'lib o'tdi, lekin menga qarab hali ish qilishgancho 2000 yuan bo'lsin. Rahmat. Sizniki shu qo'l hunarvanchilik bilan shug'ullangan qancha odam bor sizning guruhda hozir?
Hozir 22'si var. 4 meyip var. Hozirgi 24 shu qo'l hunarvanchilik ishlari shug'ullanayotgan sizning guruhdagi shu xonim qizlarning tirishchanligiga men Şinjan Çindil Xalqaro Sochiq shirkati nomidan Çindil yurish aqsil talqinlaridan men har birisiga birdan 24 kishilik sovg'at qilay. Rahmat. Şu qo'l hunarvanchilik kasbi internetning bir hikoyasini hech kimga so'zlab berishim emas. Tobo torda, Antiyamo torda shu bir yezda bir Beijing bu şey deb qo'ydi. Beijingning nima deyman, xiydan latayig'idan ha. Shu latayig'ini yasaydigan bir ayol bor ekanda, bir naida, bir yezda. Shu ayol shu Tobo torga chiqmiş Beijing bu şeyni 10 ko'ydan sotgan. Bir jupini 10 ko'ydan sotib ta hozirgacha shu bir yeza butun yeziklar shu torbatda bu ishni sotadi. 10 ko'y, 11 ko'y, 13 ko'y. Demak, bir yezning odamlarining, ayollarining hammasi mushta qilib ketgan gap degan gap. To'ri kasb bo'lib qoldi deydi. Bir kasb bo'lib qoldi. Chunki uning keladigan zakaz bakchiq. Yana internetning qudrati ashunchalik kuchli. Bu bo'libmi savdo bozorlariniki, tor bozorlariniki. Hozir bizda Uyg'urcha tor bozorlarimiz nurg'un ichilyapti. Demak, moshunga o'xshash qo'l hunarvan agarda bozorga bo'lib qolsa, bozorga chiqib qolsa, demak, dahshat aldirashib ketsa, o'choqda yuzadan ham yetmaydi. Endi ma'lum sifatda mushu jihat qarab taraq qilish kerak-da. Bu bir yo'linish endi. Internetni qabul qilmayman dedi, har qanday bir odam ziyon tortadi bundan keyin jamiyatda. Cho'nga mayli cho'nglar bo'lsin, mayli yosh bolalar bo'lsin, cho'qim internetdan yaxshi foydalanish kerak. Agarda o'zingizning atrofdagi shu o'zingizning guruhdagi shu yerda bir yoshroq, biroq masalan, xansi normalroq bola bo'lib qolsa, bizning karvon to'riq avatdan berib kelish xarajatini, yotoq, tomoq xarajatini biz chiqaraylik. Mishada shu internetda mashg'ulot qilgan, internetda shu maqsaddan setib chiqaradigan iqtidorlarni biz bir tarbiyalab, yetishtirib qo'yaylik. Yordam etigib qila. Rahmat. Sizniki buyumlaringizda hünərvən buyumlarınızda bir icadiylik bakıcı, yenilik. Siz abiyan mən bilimsiz dediniz, sizin biliminiz xəli yoxur ikən. Başqalar bilməyən işlərini qığa adam bilimsiz mi bulmayımız hem de. Lakin yazıqlını ögünü ağlı buludu. Hem de önəmi hem de mühim. Hem de bizninki Elnuri Bəşdən Xalisab təbii oyunçılığımız, sizninki aşağıdaki siz bilen birge müş qol hünərvənlik qılıvatqan qarindoshlarımızga men ko'yliq sap tabiiy unimizni sovuq qilayli Elnur markasidagi. Rahmat. Shu sapmayog' bilan petnusni bir qo'lam tutib ko'rib boqqan bo'lsam bo'ptiki. Bo'ldi. Sapmayog'ning bas qancha bozorda setilishi? 50 ko'y setyapmiz. 50 ko'y. Sapmayog'ni mı ko'rdim, petnusni mı ko'rdim. Endi haqiqiy ajringlarni desak, bahs muvofiq. Endi bozorda sapmayog' kiydigan o'lchamga ekkasak, bahs sal yuqorichu. Men endi zakaz qilib setib chiqarib beray degan, unda qilay desam bu malni olib borib o'zim sotsam jamiyatimga mo yetkidek ep qoldiga o'xshayman. Yo'q, aniga bahs kelishimiz. Kilishsak bo'ldi. Unda bo'lsa bahasini kilishsak, buning bahasini televizorda deyishmayli, mayadin tushganda deyishili. O'zlarining barliq xizmatchilariga, o'zlariga men Zilal markasidagi kir yuyish va qoch yuyish buyumlaridan bir 3000 yuanlik mushaga kelgan ajrlariga, hammamizga do'ppi kiydirgan ajrlariga ko'pdan ko'p rahmat aytish sizdan bir avatib beray. Rahmat. Men sizning nimaga qiziqib qoldim? Köpüge. Apamның şu bir so'ngak o'silish keslyapti. Men shuni bir ilib, apamning bir sovuq qilgan bo'lsin. Bo'ldi. Mumkin bo'lsa. Bo'ldi. Shu o'zingizning atrofing'izdagi shu hamshirlar bilan birlikda texnik yaxshi mahsulotlarni ishlab chiqarib, iqtisodiy kirmanglarni texnik yaxshilashinglarni umid qilaman. Xayrlarga opirin. İşleringlar texnik utuqliq bo'lg'ay. Men bu ekran orqali o'g'il qiz farzandlarimga, meni qo'llab quvvatlayotgan men kuyunayotgan yo'ldoshim Ahmet Toshqa, menga fursat chiqarib berayotgan kelin qizlarimga Ali salomimni yo'llayman. Bo'ldi, undaqda chish markaziga marhamat. Bilet tashlaymiz. 3, 2, 1.
karxanchilar. Shunday qilganda eng oxirida erishgan bilet soningiz 248. Muborak bo'lsin ada. Muborak bo'lsin. İşte tilaymiz. Rahmat ada. Muborak bo'lsin. Shunchalik ahamiyatli orzuingizni tanlash uchun qadam qo'ydingiz.